Hammaga salom, men ismim Akbar va men 17 yoshimda IELTS overall 8 natijaga erishdim. Hop, o'zingiz tanishsiz Akbar, qayerda o'qiysiz hozir va IELTS 8 olish uchun qancha va kimni qo'l ostida o'qiysiz? Hozir INHAda 2-kursga o'tdim va 2023-yilda birinchi marta Osiyo bilimga keldim va Mr. Sardorda 0 dan 1 yil o'qib 7 natijaga erishdim. Keyin shu ustozimni bergan maslahatlarini ishlatib, 1 oy self study qildim va 8 natijaga erishdim. Xo'p, eng qiziqarlisi bu o'quvchimiz writingdan 8 olgandi. Hop, IELTS topshirganlar o'zi biladi, writingdan qanaqa 8 olish qiyinligini. Bu juda baland ko'rsatkich. Writingdan o'zi shunaqa baland ball olish uchun nimalar qildingiz? Writingdan 8 olish uchun hech qanaqa siri yo'q o'zi, lekin faqat praktika qilib, xatolarni ustida ishlab va to'g'ri ustozdan to'g'ri feedback olib, o'sha xatolar ustida ishlash kerak. Osiyo bilim boshqalarga tavsiya qilgan bo'larsiz men uchun. Ha, albatta tavsiya qilgan bo'lardim, chunki hamma darslar qiziqarli va yuqori darajada o'tiladi. Va agar siz ham IELTS dan yuqori natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta Osiyo bilimga keling.